Abjad hisobi degan uqum to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Abjad hisobi degan uqum to'g'risida ma'lumot olay degan edim. Mumkin bo'lsa, mushu iltijoyimga marhamat qilgan bo'lsalar. Rahmat. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Abjad hisobi bir xil harflar bilan hisoblash usuli bo'lib, arab yoziqidagi 28 harfning har biri birlik, o'nliq yoki yuzlik ma'lum sonni ifodalaydi. Buningda 28 harf mundaq tartib bilan tiziladi. Abjad, havvaz, hutti, kaliman, sa'fas, qarashat, taxhoz, dozzaq. Bulardan 9 harf birlik sonlarga, yana 9 o'nliq sonlarga, yana 9 yuzlik sonlarga, biri mingga vakillik qiladi. Boshqa tillardagi yoziq harflarini mushu tariqada xohlagancha bekitib ishlatadi. Masalan, alif 1 ga, b 2 ga, jim 3 ga, dal 4 ga, ya 10 ga, kaf 20 ga, qaf 100 ga, ra 200 ga, g'in 1000 ga teng. Bu xuddi hozirgi zamon Uyg'ur tilida ishlatilayotgan karbon 4 oksid 21-asr degandek rim raqamlarga o'xshaydi. Masalan, rim raqami bilan 2022-yili MMXXII deb ifodalandi. Buningda m 1000 ga barobar. Yahudiylarning ibraniy alifbesidami abjad bor. Abjad usuli asosan ba'zi tarixlarni ifodalashda qo'llaniladigan bo'lib, aloqador tarixni son sifir bilan yozmay, gohida bir kalima, gohida bir jumla yoki bir misra beyt bilan yozadi. Mana shu kalima yoki jumla va yoki beytning har bir harfini shu harf vakillik qiladigan songa almashtirganda, aslida demoqchi bo'lgan vaqt ba'zida faqatla yil, ba'zida kun, oy, yil chiqadi. Buni shoirlar, yozuvchilar ko'p ishlatadi. Masalan, At-Tuhfa nomli nazmi asarning muallifi asarning oxirini mono beyt bilan oxirlashtirdi. Abiyatuhu naddun badalidinuha tarihuha bushra liman yutqinuha. Ya'ni bu asarning beytlari aql egalariga ayon bo'ldi. Tarixi uni puxta egallaganlarga xush bishorat bo'ldi. Bu beytdagi abiyatuhudan keyingi naddun badadagi harflarni abjad hisobi bilan hisoblaydigan bo'lsak, nun 50 ga, dal 4 ga, ba 2 ga barobardir. Mazkur nazmining beyt soni jam'i 61 beyt ekanligi ma'lum bo'ladi. Bushra 712 ga, liman 120 ga, yutqinuha 566 ga barobar. Bu iboraning harflarini qo'shib hisoblasak, u asarni yozgan tarix Hijriya 1398-yil ekanligi ma'lum bo'ladi. Mushu tariqada hisoblashda va shifrlashda ishlatiladigan bir xil usul bo'lib, bu o'z oldiga metodi bor bir ilm emas. Bu usul bizning dinimizga, shariatga hech qanday aloqasiz. Bu doirada ishlatsa joiz, lekin tarixdan buyon buni sehrgarlar, tasavvuf ahli, shialar, botiniylar va yahudi xristianlar pal echish, sehr, g'aybni bilishni da'vo qilish va ajoyib g'aroyib ishlarni haqiqatda qilib ko'rsatishga yoki ba'zi bir buzuq aqidalarni bozorga solishga ishlatgan. Masalan, yahudiylar va ba'zilar sura beshidagi harflarni bir xil usullarda hisoblab, qiyomatning vaqtini bekitmoqchi bo'lgan. Yana ba'zilari Isa alayhissalom haqidagi e'tiqodini to'g'ri qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan. Bu vaqtda Imom Ibn Taymiya mundaq deydi: Yahudi xristianlarning azg'unliqlarida faylasuf va munajjimlardan chiqqan sabiiylar va mushriklarning azg'unliqlarida bor bo'lgan bu turlik va buningga o'xshagan ishlar islom dinimizning sirtidagi ishlardir. Ya'ni dinimizda harom qilingan ishlardir. Shunga har bir kuch egasi ilm, til, qalam va kuch bilan uni tanqid qilishi, uni cheklashi kerak. Mana bu Alloh taolo farz qilgan eng katta amr ma'ruf, nahiy munkar jumlasidandir. Undaq qilmishlarni qilganlar payg'ambarlarning dushmanlari, millatlarning manqurtlaridir. Shunglashqa Qur'on tafsiri yoki kelajakni bilish qatorliq ishlarda bu xil usulni qo'llanish, buni ilohiy manbadan kelgan ilm deb qarab olish kufr va azg'unlikqa olib boradi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.